Bu G'ofur G'ulom farqini bilmaydigan odamni o'zi bo'lmasa kerak. Hurmatli kuzatuvchilar, xuddi mana shu joyi shunday ro'parasidan 2 xona 3 xona qilingan hamyonbop uyimizni bitta ko'ramiz. Podyezddan kirishingizda mana shunaqa chiroyli yo'lagi o'ng tomondan boshlaymiz. O'ng tomonda bu birinchi xonasi, o'rtoqlar ko'rishingiz mumkin. Bu yerda ham shkaflargacha yasatib qo'yilgan. Bu yoqda ikkinchi xonasi, hozirgi holatda spalniya xona qilib qo'yilgan. Tepada televizorlargacha taqib qo'yilgan. O'rtoqlar uyimizning remonti o'rta holatda, faqat kirib yashab tursangiz bo'ladi. Bu yoq tomonda esa sanuzelimiz joylashgan. Vannasini ko'ryapsizlar, kir mashinalargacha. Xullas hamma sharoit qilib qo'yilgan. Bu uyga ham kirasiz, mazza qilib yashaysiz. Bu yoq tomonimizda esa zalimiz bo'ladi. O'rtoqlar uyimizni ko'ryapsizlar, remontimiz top-toza holatda, ya'ni sredniy holatda. Spalniya xonani ko'rdinglar kichkinaroq holatda. Nega degan savolingizga men javob berib o'taman. Bu yoq tomonda aslida kuxnya bo'lgan. Kuxnya hozirgi kunda balkonga olib chiqilgan holatligi mana videoda hammasi ko'rinib ham turibdi. Hurmatli kuzatuvchilar, bu uyimizda Chilonzor 3-kvartal 63-dom 23-kvartira bo'ladi. 2 xona 3 xona qilingan. 4 qavatli domni 4-qavatida. Uyimizning holatini ko'rib chiqdinglar. Narxiga keladigan bo'lsa 67500 dollar so'raymiz. Agar mabodoga pulinglar yetmasa, yarmini ipoteka qilsanglar ham bo'laradi. Raqamlarimiz turibdi. Bemalol aloqaga chiqib, joyimizni ko'rib baraka qilsanglar bo'laradi.